Qachon ayolni qo'liga qo'lni qo'yadigan bo'lsa, ikkovini barmoqlari orasidan gunohlar to'kiladi. Bundan ortiq targ'ibot kerakmi? O'zini haloliga, o'zini qo'lini mehr bilan ushlash, qo'liga qo'lini qo'yish. Nima qilsak gunohimga kafforat bo'lar ekan deymiz. Sadaqa chiqaraylikmi, istig'for aytaylikmi, tavba qilaylikmi, yana qanaqa kafforatlar bor ekan deb qiyomat kunida ko'zimiz oldiga tarozi keltirilib, o'sha yerda gunohlarimiz solib o'lchanadi. O'sha paytda shunaqa ojiz holatda bo'lamizki, aytamizki, shu gunohlarim solinayotgan pallasi yengil kelsa edi, qaniydi deymiz. Gunohlarim mag'firat bo'lsa edi, savobim ko'proq bo'lsa edi deb turamiz o'sha paytda. Boshqa hech anaqa orzuyimiz, ilinjimiz bo'lmaydi. Shuni oson yo'li bilan shariat bizga yaratib beryapti, oson yo'lini. Shu juftimizni qo'liga qo'limiz qo'yish ekan. Barmoqlari orasidan gunohlar to'kilib ketadi, deyapti.